Nima uchun oshxonada mini pechlar zarur? Oson ko'chirish imkoniyati, jarayonni qulay boshqarish, elektr energiyasining tejamkorligi. Ko'pchilik yaxshi texnika olayotganda aynan mana shu jihatlarga e'tibor berib tanlashadi. To'g'ri, bunday imkoniyatlarni ko'plab pechlarda topish mumkin, lekin sifat katta ahamiyatga ega. Aynan mana shunday sifatni Ideal brendining M5002 model mini pechlarda topishingiz mumkin. Bu mini pech ortiqcha qizib ketish va elektr energiyasini haddan ziyod ishlashini oldini oladi. Duxovkaning hajmi 50 litr, turbo motor, yorug'lik indikatorlari va pech lampasi. Maksimal harorat 300 gradus, rejimlar soni 3 ta. Taymer 90 daqiqa. Avtomatik o'chirish funksiyasi bor. Bir vaqtning o'zida ikkita janlarni ishlatish mumkin. Emallangan listlar soni 2 ta. Dadam menga olsang yaxshisini olginu uzoq vaqt ishlatishga yarasin dedilar. Bu yerda esa sifat va hamyonbop narxlar bitada mujassam. Xaridingiz barakali bo'lsin. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.